Mana ayolimiz bizga murojaat qilib kelganlar, oyog'ini ko'ryapsizlarmi, shishib ketganlarini. Hozir bola qancha haftalik dedingiz? 37 haftalik bo'lgan. Ayolda davleniyasi ham orada oshib turadi. O'sha uchun bu shishni men xavfsiz shish demayman. Mana qaranglar, qo'limni qo'yib yuborib olganman, ko'rdinglar? Xavfsiz shish deb aytmayman. Ozginagina xavfli shishlar toifasiga kiradi. Sababi davleniyalari bor. Bu yerda nimani tekshirishimiz kerak? Birinchi o'rinda biza ko'rishimiz kerak siylikda oqsillar. Eng xavfli davleniya qanaqa davleniya desanglar, 140 ga 90 dan qon bosimlaringiz oshsa, bu xavfli davleniya hisoblanadi, ya'ni qon bosimi. Shish agar norma shish bo'ladigan bo'lsa, homiladorlikda o'zini ishlar bo'ladigan bo'lsa, demak nima qilishimiz kerak? Unda biroz oyog'imizni ko'tarib yotsak, yotishimizni to'g'rilasak o'tib ketadi. Bularning ishlari o'tib ketmaydigan shishlar hisoblanadi, ya'ni qon bosimi